Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Farhod Jiylanning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Ediqut yulduzi nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Mığılğan ot ve tügülərdə qilich, neyzlər bilan qorallanğan erkeklər, gödək balalarını quchqiga olğan ayollar, o'smirlar və qeyri-cho'rilar kuchli xonga agishib, uy makonlarini tashlab ketmoqda edi. Tata to'nga baxshi nada qolgandi? O hayotmidi? Dedi To'xtamish mo'nglangan holda ko'chmanlar saflariga nazar silib. Tayanxonning o'lganligi to'g'risida xabar keldi. Tata to'nga to'g'risida hech qanday gap anglamadik. Mangulik ko'k tangri xoligan bo'lsa, uningga balo qazo yetmagandi. Dedi Tarlan etini To'xtamishning etiga yondoshtirib ketayotgach. Putsatva uni omon qilg'ay. Dedi To'xtamish iltijo qilgan qiyofatda ko'zlarini osmonga qaradi. Avliyo anbiyolarning muqaddas ruhlari uni qo'g'daydi. Dedi Tarlan uningga javoban. Har ikkilanning ko'ngli parishon edi. Ular qit'alarning hukmronligiga bo'ysunmaganlikdan o'z yurtlarida turolmasdan Oltoy tog'lariga panoh izlab chiqqan. Mana endi bu yerlarda muturolmay, olli qoyoqlarga ko'chib ketmoqda. To'g'risini aytganda, ular naymonlarga qo'shilib ketayotgan bo'lsa-mu, borar manzilini o'zlari bilmaydi. Tarlan bu haqda ancha boshqa turib ketmaydi. Mening taqdirim mushu naymonlarga bog'landi. Ayolim Nayman qizi. Uni tashlab ketolmayman. O'zim bu naymonlarga ko'nib qoldim. Ular nega bo'lsa, men shular bilan ketaveraman. To'xtamishning ko'z qarashlari uningga o'xshashmaydi. Nega boramiz? Nima qilamiz? degan savollar uning chigish xiyollaridan neri ketmaydi. Uning hammani bilgisi keladi. U ko'z oldidagi vaziyatni oydinlashtirib, o'zining keyingi qadamini belgilashni o'ylaydi. U zodila xotirjam bo'la olmadi. Bu yerdan ketaylik Tarlan. Boshqa yerlarga ketaylik. Qo'chu, Bashboliq taraflarga ketsakmi? Ediqut tavalligidagi boshqa shaharlarga ketamdiq. Men bu yerga Tata to'g'ani panoh tortib chiqqan edim. Endi u bu yerda yo'q bo'ldi. Toyanxon ko'ngilchak yaxshi xon edi. Endi umi yo'q bo'ldi. Kuchliqon otisiga o'xshashmaydigan odamkan. U faqat ko'zimga sig'maydi. Uning etimga ko'zi tushgan edi. Endi yana kelib meni avor qilamdikin deb ansirayman. Undaqmi bo'p ketmas. Aslisining etimga ko'zi tushgani Kuchliqon emas, balki uning heliqi Mo'ng'ul birodari Jamuqa edi. Hozir Jamuqa do'sti Kuchliqonni tashlab boshqa yoqqa ketdi. Endi u bu tarafga kelmaydi. Shunga bu jihatdan xotirjam bo'lsang bo'ladi. Yo'q Tarlan. Kuchliqon yanada ko'nglida g'um saqlab yurdi. Uchtirab qolsalar, menga yomon ko'zda olib qaraydi. Bo'lmasa, shu itingni Kuchliqonga taqdim qilib berayotmamsan. Xonning talabini o'rindash ota-bovlarimizning qolgan odimg'i. Shunda qilsang, g'amdan xalos bo'lmamsan. Yo'q, bo'lmaydi Tarlan. Bu ot mening emas. Bu ot menga. Hey! Ha, bilaman. Bu otni senga heliqi go'zal qiz sovg'a qilgan. Dal shundaq. U o'zining bu qora etini yuyib targ'anda, uningga minib chavandozlik qilgan vaqtlarida pat-patla shu turkan oyni eslab qoladi. Shu qiz mening hayotimni qutqizib qolgan. Uni yana ko'ralamdim. Qutlug' kunlarda uning bilan ko'rishib, uningga minnatdorligimni bildirib, qo'limdan kelishicha yaxshiligimni yondirib olsam, armonim qolmaydi. Shunda qilib, To'xtamish delig'ulliq ichida bir qarorga kelolmay, Naymonlar orasida ketaverdi. Qaytadan birlikka kelgan Naymon ulusi oxiri Ertish daryo bo'ylaridagi joylarda to'xtadi. Bu chaqda Temuchin o'zining ko'ni dushmani bo'lgan markitlarni jazolashga otlangan bo'lg'achqa, bu taraflar hozircha urush xavfidan xoli bo'lib tinchib qolgan edi.
To'xtamish o'zini dunyodagi eng baxtsiz odam hisoblab, hamisha mo'linib, hasratlanib yuradi. Tarlon bo'lsa, o'zining yoshqina Naymon ayoliga berilib, Naymon yigitlari bilan qimiz ichishib, o'g'i chiqib, kunlarini bahuzur o'tkazmoqda edi. Shu tariqada kuz va qish fasllari o'tib, milodiya 1205-yilidagi atyoz keldi. Qor muzlar erib, tog' dalalar qaytadan ko'kirishga boshlagan illiq kunlarning birida Markit hukmdori To'xtabek o'z qo'shinini boshlab, Ertish daryo bo'yiga yetib keldi. U Kuchlikxon bilan ko'rishib, ahvolni ma'lum qildi. Temujin Mo'ng'ullarning barliq urug' qabillarini birlikka keltirib, bek kuchayib ketdi. Biz ularga tang kelolmadik. Nurg'un odamlarimiz qirilib ketdi. Hozir Temujin qo'shin tortib, kaynimizdan qo'g'lab kelyotdi. Temujindan qisos elish o'tida yuragi yolqinlab turgan yosh ham qiyni qiziq Kuchlikxon darhol harakatga keldi. Bu qitim Naymon Markit birlashib, Temujin degan ishning adibini berayli. To'xtabek ishkilanib turadi. Bo'lmasmikin, yaxshisi biz bu yerdan birlikda chiqinib, qora qitollardan yordam so'rayli. G'azabli Kuchlikxonning qiyni qaynadi. Temujinning hayvizidan bak qo'qib ketgan o'xshaysan. Ey Botir To'xtabek, u hamisha g'olib bo'lavermaydi. Bizning mag'lubiyatimiz vaqtli hodisa. Men Jamuqa degan hiliqi yarmasqa bak ishinib ketibdiman. U nomardlik qilib, jangning toza halqiliq paytida bizni tashlab qochib ketdi. Endi sizlar bilan haqiqiy hamkorlashsak, Temujinni cho'qib yenga olamiz. Oxir To'xtabekmi Kuchlikxonning urush qilish talabiga qo'shildi. Naymon Markit qo'shinlari tartibga selinib, ot uloq va oziq-to'lik g'amlandi. Atijangni boshlaymiz degan kuni Kuchlikxon ot va to'gilarni bo'g'izlatib nazr qildi. Naymon Markit oqsoqollari bir dasturxonda o'ltirib go'sht yeb, qimiz ichib suhbatlashdi. Ushtumtut Kuchlikxon so'rindan ancha yiroq bo'lmagan yerdagi bir daraxtning shexiga bog'lab qo'yilgan To'xtabekning etini qo'li bilan ko'rsatib, "Eting bek o'riqkan-ku." Shundoq. Biz bu yerga kelguncha kecha-kunduz to'xtamaydigidek yo'l yurganligimiz uchun otlarimiz o'riqlab ketdi, deb uning deginiga qo'shildi Markit hukmdori. Men sana bir yaxshi ot beray. Hiliqi To'xtamish deganni chaqirib kel, dedi Kuchlikxon va chetda navbatchilik qilib turgan bir navkarga buyurdi. Hayol o'tmay To'xtamish kelib dasturxon oldida to'xtadi. Kuchlikxon qo'lidagi bir cho'chak qimizni g'o'rtildatib ichib etib, cho'chakni dasturxonga qo'ydi. Burutlardagi qimiz yo'qini oliqini bilan surtdi. Ondan ön chiqmay turgan To'xtamishga qarab, buyruq talaffuzida: "Do'stim To'xtabek uzun yo'ldan kelguncha eti o'riqlab qopti. Ati jang bo'ladi. Shunga uningga yaxshi ot kerak. Sen etingni uningga ber." O'tgan qitimda mening etimni Jamuqa deganga ilib bermoqchi bo'lgan edi. Endi bu Markitga bermoqchi bo'lyapti. Bu qitim etimni olmay qo'ymaydi. Bir boshpanoqsiz musofirni u nima qilman desa qilib o'talaydi. Endi qochmasam bo'lmaydigan yeriga keldi, deb o'yladi To'xtamish. To'xtamishning eti bog'lab qo'yilgan joy bu yerdan xeyli yiroq edi. U udul shu joyga berib etini yashdida boshqalarning diqqatini tortmaslik uchun etining tizginidan yetilab mo'ndi. Oldiga uchirgan bir navkar: "Nega borsan? Etimni sug'urib kelay", dedi To'xtamish qadamlarini to'xtatmay. Bir dovning kayniga o'tgandan keyin u etiga mindi. Qora arg'umoq xuddi cho'ldagi bo'rondek uchib ketdi. Uzoq o'tmay Naymonlar uning qochqanligini bilib qoldi-da, o'pul-to'pul otlarni minishib qo'g'ladi. Bu chaqcha To'xtamish xeyli uzab ketgan edi. Uning ustiga Turkan Oyxon qizning bu qora dulduli o'zining karomatini yana bir qitim ko'rsatdi. Qo'g'liquvchilar har qancha kuchapmi uningga yetisholmadi. Ba'zilar qochqonning kaynidan o'q etib boqdi. Lekin o'qlarmi yetib borolmadi. Oxir To'xtamish hammaning ko'zi tushadigan bu qora tulparning xosiyati bilan qechib qutuldi. Naymonlar qo'g'lashdan to'xtab qaytib ketdi. To'xtamish etini tez yo'rg'iga silib ketayotgan edi. Ushtumtut yaqin oradagi edirliq ichidan bir to'p chavandoz yopirilib chiqib uni qo'rshib oldi.
pakar dığmaq atlarga minishgan qiysiq ko'z, yuzlari keng bu chavandozlarga to'xtamish bir qarash bilanla Mo'ng'ullar degan o'y uning miyasidan chaqmoq tezligida o'tib ketdi. Bular haqiqatan Mo'ng'ullarning 20-30 charlig'uvchilari edi. Ular g'olibani cho'qan silib to'xtamishni oraga oldida haydab mo'ndi. Bir osh pishim vaqt o'tganda ular Temujinning bargohiga yetib keldi. Kangri yoyloqda cho'ng kichik harvular ikki qo'r qilib chambar shaklida tizilgan bo'lib, Mo'ng'ullarning ulug'lari shu chambarning o'ttirsig'i o'rlashgan edi. Charlig'uvchilardan biri to'xtamishni etidan tushirib, tizilgan harvulardan hosil qilingan shu chambar ichiga akirdi. Mo'ng'ullarning bir necha ulug'lari bu yerda orom elayotgan ekan. O'ttirg'i selingan kigiz va gilamlarda ba'zilar paranglashqash chosi qurib o'ltiradi. Ba'zilar yonboshlab yotadi. To'xtamish shuningga alohida diqqat qildiki, bu ulug'larning usti beshi oddiy jangchilardan hech qancha farqlanmaydi. Hammasi uchisiga qilin kun savutlarni kiyishgan. Ba'zilar toqir boshlarini qizil yeshil yog'liqlar bilan tengib olgan. Va ba'zilar kigiz yoki teri moliqaylarni kiygan. Ushtumtut xuddi ochiq havoda chaqmoq chaqilgandek to'xtamish qaytibli turib qoldi. Bu Mo'ng'ul ulug'larining orasida Tata Tunga o'ltiradi. Tata Tungamu bu yosh tutqunni ko'rib, ixtiyorsiz turda xitob qildi. To'xtamish, bu yerga qandoq kelib qolding? Uni Naymanlar tarafdan tutib keldik, deb tushundirdi charlig'uvchi. Bu mening shogirdim, dedi Tata Tunga o'zining yenida o'ltirgan bahodir sifat Mo'ng'ulga to'xtamishni ko'rsatdi. Bu yoqqa kelib o'ltirgan, dedi bu Mo'ng'ul to'xtamishga sinchilab qarab. Bu zot Mo'ng'ullarning dangdor hukmdori Temujin bo'ladi. Kelib uningga salom bergin, dedi Tata Tunga. Gangirab qolgan to'xtamish dastlabda qanday qilishini bilmay, bu yerdagi hammaylanga bir qo'r ko'z yugurtib chiqdi. Ondan sal esini yig'ib oldi va bir qadam oldiga chomdab kelib, o'ng qo'lini ko'ksiga qo'yib, egilish bilan salom qilganligini ifodaladi. Tata Tunga Temujindan ijozat so'rab, to'xtamishni o'zining kigiz uyiga aketdi. Ustozim, siz mushu Mo'ng'ullar bilan davomli birga turishni o'ylayapsiz? deb ajablanib so'rdi to'xtamish. Ikkilan kigiz uyda xoli bo'lib, yon-bu-yon o'ltiradi. Tata Tunga bir asnog'icha shuk bo'lib, xiyolchan ko'zlarini belgisiz bir nuqtaga tikib o'ltirib ketdi. Bu haqda men ko'p o'ylandim. Biz ilgari Naymanlar bilan turgan, endi Mo'ng'ullarning orasiga kelib qoldik. Kishilik munosabat nuqtasidan aytganda, biz Naymanlar bilan oxirgacha birga bo'lsak bo'ladi. Lekin biz o'zimizning hozirgi ahvolimizni cho'nqur tahlil qilib baqsak, endi boshqacha yo'l tutishimiz kerakligini tushunamiz. Mo'ng'ullar bizga xayrixohlik qilamdi, deb so'radi to'xtamish. Tata Tunga uning savoliga udul javob bermay, mulohizasini davomlashtirdi. Hozir bizning kunimiz ters. Idiqut zaminlari Qori-Qitallarning hukmdorligi ostida turyapti. Tang'utlarmi bizga izchil turda dushmanlik qilyapti. Biz ilgari Naymanlar bilan ittifoqlashib, Qori-Qitallar bilan Tang'utlarga taqobil turishni umid qilgan edik. Lekin bizning bu umidimiz yo'q chiqdi. Naymanlarning Qori-Qitallar bilan alohida yaqinchilik munosabati bor. Ular Tang'utlar bilanmi yaxshi o'tidi. Mo'ng'ullar buning aksicha bo'lib chiqyapti. Temujin Tang'utlar bilan bir necha qitim urushdi. Mo'ng'ullar bilan Tang'utlar hozirmi urush holatida turyapti. Temujin Qori-Qitallarning go'rixoni bilanmi chiqish olmaydi. Shunga o'ylab qoldimki, bizning Ediqut xonimiz endi Temujin bilan ittifoqlashsa bo'ladigandek turadi. Rost. Ustozimning aytganlari amaliyotga uyg'un. Tarlan qandoq turyapti? U sog'-salomat, yaxshi turyapti. U Nayman qiziga o'ylinib, shularning turmush odatlariga ko'nib qoptiman, endi boshqa yerga ketmayman deydi. Mayli. Har kim o'zi tanlagan yo'lda menishi kerak. Nada bo'lsa-mo, omon bo'lsa bo'ldi. Shu kuni to'xtamish Tata Tunganing kigiz uyida qo'nib qoldi.
Atsi tong yo'rishi bilanla Mo'ng'ul qo'shinlari bevosita Temujinning yetakchiligida yurishga otlandi. Tata Tonga bir qism Mo'ng'ul oqsoqollari bilan bargohda qoldi. To'xtamishmi uning yenida bo'ldi. Oradan 15-16 kun o'tganda Temujin qo'shinlarni boshlab bargohga qaytib keldi. Butun Mo'ng'ul ulusi shod-xuramliqqa to'ldi. Temujinning yaqin maslahatchilaridan Muqoli bargoh ahliga jang natijasini e'lon qildi. Mangulik ko'ktangri madad berdi. 9 quyruqli oq bayrog'imiz g'olib keldi. Yo'lboshchimiz Temujin bizni g'albiga boshladi. Nayman markitlarning birlashma qo'shini mag'lub bo'ldi. Markitlarning to'xtabiki o'q yeb yo'qlik dunyosiga ravon bo'ldi. U iliterdek chechilib, tarqilib ketdi. Naymanlarning kuchxoni xuddi o'qdakka maralda qechib ketdi. Endi bu taraflarda bizga tahdid paydo qilgudek dushman qolmadi. Muqolining so'zi tamomlangandan keyin ko'pchilik xushalliqida tantanalik cho'qan selib, choqnib turgan ko'zlarini Temujinga qaratdi. Bu yayloq bahodirining baslik gavdasi shu topda texmi hayvatlik ko'rinib ketdi. U o'zining doimlik odati bo'yicha so'z qilishga oldirab ketmadi. Shalong soqolini tamkinlik bilan siypashtirib qo'yib, qiyshiq ko'zlari bilan bu yig'ilish ishtirokchilariga bir qo'riq qarab chiqdi. O'tmishda markitlar bizni bak xorlagan edi. Endi ular tugashdi. Biroq Naymanlar texi tugashmadi. Kuchlik endi qechib Qitillar tavasiga bordi. U Qitillar bilan birlashib, yana biz tarafga bostirib kelishni o'ylaydi. Shunga bundaq bo'lishning oldini olish uchun suv kelguchi tug'an to't degan hikmatli so'z bo'yicha kuchlikka davomli zarba berishimiz, Naymanlarni bosh ko'tara olmaydan qilib o'tishimiz kerak. Kuchlikni yo'qotish uchun men ayrim bir qo'shinni yurishga otlantiraman. Lekin Jamuqa nega ketdi, buni bilmadim. Mening burunqi do'stim va hozirgi dushmanim bo'lgan bu Jamuqami o'zining chechilib ketgan urug' oymoqlarini qaytadan yig'ib, men bilan yana kuch sinashqili kelishi mumkin. Shunga hushyorligimizni bo'shashtirmay, hamisha tayyor turishimiz kerak. Halbuki Temujinning Jamuqa to'g'risidagi andishasi pat orda yo'qqa chiqdi. Yozning dastlabki kunlari edi. Chorlashga chiqib ketgan jangchilar hayajonlangan holda otlarini choptirib qaytib keldi va Udul Temujinning oldida to'xtab xabar yetkazdi. Jamuqa keldi! Jamuqa! Temujin hong-tong bo'lib qoldi. Jamuqa tuyuqsiz bu yerga qandoq kelib qoldi? Bu qandoq bo'lg'ini? Qorg'udek bo'lsa, usti-beshi jul-jul bo'lib ketgan. Chiroylaridan ochliq va horg'inlik chiqib turgan 5 chavandoz put-qo'llari bog'langan bir odamning otning ustiga ortib kelmoqda edi. Temujinning oldiga kelganda ular otlaridan tushib tizlandi. Gunohimizni o'tkaysan ey Temujin Botir. Biz sana el bo'lib, sana qulluq bildirib, xizmatingni qilish uchun sana ashaddiy dushmaning Jamuqani tutib keldik. Shu gap bilan ular otga bog'langan odamni yerga tushirdi. Put-qo'llari qil orqon bilan chang bog'langan bu kishi dal Jamuqa edi. Temujin uningga qarab un chiqmay turib qoldi. G'azab va nomusdan bo'g'ilib qizirib ketgan Jamuqa uningga qarab qattiq varqirdi. Meni o'ldir! Yana nimaga qarab tursan? Temujinning qalbi larziga keldi. O'z vaqtida yoyloqdagi cho'ng bir qabilaning sardori bo'lib tunilgan bu dongliq botir endi mushundoq echinishliq, nomusli holatda kishilarning oyoq ostida yotmoqda edi. Taqdirning yo'llari nima degan murakkab, inson hayoti nima degan sirliq. Temujin bilan Jamuqa texi bolaliq davrida tunishib jon do'st bo'lishgan. Yaxshi yomon kunlarda o'zaro hamkorlashib bir tuqqan qarindoshlardek o'tgan. Temujin o'ylanib uzoq o'tmay markitlar tuyuqsiz bostirib kelib, uning ayoli bo'rtani bo'lib ketgan edi. Temujin enilari bilan Burxon Xoldun teg'iga qechib qutuldi. Ana shu chog'da Karay qabilasining ulug' xoni To'g'rul Wang xon bilan Jojrat qabilasining sardori bo'lgan Mushu Jamuqa qo'shin tortib kelib, Temujinga yordam qildi. Uch taraf birlikda markitlarning adibini berib, tutqun qilingan go'zal bo'rtani qutuldirib chiqdi. Bu Temujinning hayotidagi tunji qitimliq rasmiy jangga qatnashishi edi.
Shuningdan keyin nurg'un yillar o'tdi. Bu jarayonda u nurg'un qitim dushmanlarning hujumlarini chekintirdi. Nurg'un qitim o'zi boshqa toifalarga hujum qildi. Shu tariqada bugungi kunga kelguncha u yayloqdagi urug' qabilalarni kayni-kaynidan birlikka keltirib, dongliq botir bo'lib tunildi. Ana shu chog'da Wang Xon bilan Jamuqa do'stlik va ittifoqlik tugullarini uzdi. Gumon illatlari bilan qo'shilib kelgan hasad shaytonlari ularning ichini totilashga boshladi. Oxir Wang Xon bilan Jamuqa birlashib Temujinni yo'qotish qasdiga tushdi. Sobiq do'stlar o'tirsida qonliq janglar bo'lib o'tdi. Baxt qushi Temujinning beshig'i qo'ndi. Temujinga qarshi birlashma qo'shin ajallik zarbiga uchrab, terib-yeran bo'lib ketdi. Wang Xonning Naymonlar bilan munosabati yaxshi edi. U omon qolgan oz bir qism odamlari bilan qaytib Oltoyga bordi. Biroq tog' orasida do'qurishib qolgan Naymon charlig'uvchilari uqishmaslikdan Wang Xonni o'ltirib tashladi. Keyin Jamuqa Oltoyga qaytib kelib, bir mazgil Naymonlarning panohligida yashadi. Ondan yuqorida ko'rganimizdek Temujinning qo'shinlari bilan bo'lgan jangda yana bir qitim tarmar bo'ldi. Hamda Naymonlardan umidini uzib Oltoydan ketgan edi. Lekin u amdi o'zining chechilib ketgan ulusini qayta yig'olmadi. O'zining yenida qolgan ozg'ini odami bilan qaroqchilik, bo'lonchilik qilib jon beqishga majbur bo'ldi. Shu tariqada u yoq bu yoqqa toz qilib yurib, uning oron 5 odami qoldi. Shu 5 odam u uxlab yotganda uning put-qo'llarini bog'lab Temujinning oldiga akeldi. Temujin o'zining oyoqlari ostida bog'lanib yotgan sobiq do'stiga qarab, ig'ir bir tiniq oldi. "Uni yeshib etinglar", dedi u shu yerda turgan navkarlariga. Jamuqa yeshib etildi. U o'rnidan turib Temujinga tik beqib qaradi. Yenguchi bilan yengilguchi o'tirsida ajoyib bir ta'tir mantiqiliq ko'rinish shakllandi. Yenguchi Temujinning ko'zlarida g'azab yoki kibr emas, aksicha tamkinlik va muloyimlik aks etib turadi. Yengilguchi Jamuqaning qiyofatida bo'lsa, o'zining fojialik holatiga parvo qilmaslik va qarshi tarafni mansitmaslik ifodasi bekmo aniq ko'rinib turadi. "Gap qilmamsan, g'albanga tantana qilmamsan", dedi Jamuqa qaddini tik tutib va beshini egiz ko'tarib. Temujin eg'iz ochmadi. Jamuqa yana so'zladi. "Qora qoqlar egiz osmonda uchadigan, suzik suvda uzdigan oltin boshli o'rdakka changal soldi. Qora qullar, past chakarlar tab tatmasdan o'z xoniga qo'l soldi. O'z xo'jayiniga put-qo'llarini bog'lab, oyoqlaring ostiga tashlab berdi. Ey Temujin Batur, buningga nima degilik?" Temujin amdi eg'iz ochdi. "O'z xoniga qo'l solgan odamni oyab qo'yishga bo'lmaydi. Undaqlardan kimga vafo kelsin? O'z xoniga qo'l solganlarning kallasini tinidan judo qilish kerak." Jamuqani tutib kelgan bashaylan o'zlarini yerga tashlab, "Bir qo'shiqimizni tilaymiz. Biz Temujinga sodiq bo'lamiz. Temujinga sodiqligimizni bildirish uchun uni bog'lab keldik", deyishib yig'lab yolvurishdi. "Kallasini idinglar", deb farmon qildi Temujin. Nökerlar 5 xoinni so'rashtirib chetga tortib obordi-da, hammalarning ko'z oldida qilich bilan hukmni ijro qildi. Buni ko'rib turganlar bir asnogacha cho'nqur sukut ichida jimib ketdi. Shuningdan keyin Temujin Jamuqaga murojaat qildi. "Ilgari ikkimiz bir harbining 2 shotisi edik. Bir shunqarning 2 panjisi edik. Lekin sen janggohlarda birlikda o'ran tovlab, zafar dumboqlarini birlikda urdigan kunlarda boshqacha g'arazlarda bo'lib, meni tashlab ketib qolding. Xayr, shundaqdimi? Seni yana azizlayman. O'tganki do'stligimizning 100 xotirasini qilib, seni tutqunlikdan ozod qilaman." Jamuqa uning deganlarini anglagandan keyin ochiq kulib qo'yib beshini chayqadi va mundaq dedi: "Balaliq chog'larimizda ikkimiz do'st bo'lib, bir parcha go'sht topsak tang yegan, bir yutqanni tang tortishib yotgan edik. Lekin fitnaxo'rlarning kushkurtishi, g'ayvatxo'rlarning ozdirishi bilan dilingga azob berib, seni tashlab ketdim.
Shu qilg'inim uchun qor yuzimning terisini shilib, ko'zlarimni uyib, tilimni kesib atsang sanga yuz kelolmayman. Hozir sen menga shafaat qilib, meni tutqunlikdan ozod qilaman deding. Lekin men beshinchi kun tushganda sana hamroh bo'la olmadim. Sen o'z kuching bilan al ulusni birlikka keltirib, tog' daryolarni tinchlantirding. Endi sen xon bo'lishga munosib. Baxt qushi beshinchi qo'nib, jahon tinchlangan bugungi kunda sana hamroh bo'lsam, tunlarda uyqungni bozadigan, kunduzlari ko'ngliga orom bermaydigan, yoqonga tushgan pitdak, yenganga sanjilgan tikandek bo'lib qolmam deman. Ey do'stim Temochin, sening chechen onang, vafodor inilaring, botir nökarlaring bo'lganligi uchun meni yangding. Men ota-onamdan kichik yetim qolgan, bir tuqqan qarindoshlarim yo'q. Xotinim hayvatchi bo'lganligi, ishonchlik nökarlarim bo'lmaganligi uchun sendan yengildim. Shunga do'stim Temochin, menga shafaat qilishning o'rniga meni o'limga buyurgin. Sening ko'nglingni amin topsin. Sendan o'tindig'inim shuki, meni o'ltirganda qon chiqarmay o'ltirgin. Temochin uning gaplarini tinglab, uning taqdiriga tan berib, jangovarlik tusini yo'qotgan ko'zlariga qarab, ulug' kichik tindi. Va ma'qul deganini ifodalab, beshini asta irg'itib qo'ydi. Jamuqa o'zining odoqqa o'tinishini aytdi. Men o'lgandan keyin jasadimni egiz toqqa qo'ygin. Men shu yerda sening urug' avlodlaringga mangulik baxt va omad tilab yotay. Deganlarimni unutmanglar. Ata oqshomlari yodinglarga yetib qolsam, gapimni qilib qo'yasizlar. Temochin, endi o'ltirishga tezroq buyurgin. Temochin bu kam uchraydigan so'roq suhbatning natijasini zo'r qiziqish bilan kutib o'ltirishgan Mo'ng'ul oqsoqollarga ko'z yugurtib chiqqandan keyin mundaq dedi. Uni o'ltirishga ko'zim qiymaydi. U meni tashlab ketgan bo'lsa-mu, uning biz o'rganishga tegishli nurg'un ortiqchiliklari bor. Biroq uning o'zi o'limni talab qilyotdi. Jamoqa, sen asli menga nökar bo'lsang yaxshi bo'ladi. Bir qo'shiqiningdan kashdim desammi unimiding. Shunga o'zingning vasiyating bo'yicha qon chiqarmay ko'z yumdirayli. Farmon, uni qon chiqarmay o'ltiringlar. Jasni ochiqchilik tashlab qo'ymay, egistoqqa ochiq yerlik qo'yinglar. To'rt nökar Jamuqani oldiga selib, onchi yiroq bo'lmagan yerdagi tog'ning cho'qqisiga akatdi. Temochin qo'l ostidagilarga qarab yana buyruq tushirdi. To'gilar suyulsin, qimiz sharoblar tayyor qilinsin. Hammamiz birlikda Jamuqaga munosib dafn murosimi o'tkazaylik. Jamuqaning gunohini tilab, mangulik ko'k tag'ri haqida qurbonlik qilaylik. Temochinning buyrug'i darhol ijro qilindi. Jamuqaning ruhiga otib qon oqizildi. Ko'pchilik go'sht yeb, may ichib, marhumning yuz xotirasini qildi. To'xtamish yoyla xalqining bundoq favqulodda ish harakatlariga qarab qattiq ajablandi. Ularning nurg'un odatlari bizlarninkiga o'xshashmaydi. Ular tog' daryolarda yashaydigan ko'chman chorvachi xalq. Biz shahar yezlarda dehqonchilik, hunarvanchilik, savdogarchilik qilib yashaymiz. Shunga turmush usulimiz o'xshamaydi. Ular shamon diniga aqida bog'lagan. Bizning xalqimiz bo'lsa, Budda, Islom va Nasara dinlariga e'tiqod qiladi. Shunga urf-odatlarimiz o'xshamaydi. Shundoq turibmi, siz yana davomli Temochinning ordusida xizmat qilamsiz? deb so'radi To'xtamish. Tata Tunga o'z odati bo'yicha sal o'ylanib olgandan keyin oldirmay so'zladi. Men yosh vaqtlarimda qit'alarning hukmronligiga bosh egmay, ularga yomon ko'rinib qolganlikdan yiroqlarga qochib ketib, Mo'ng'ul tatar chorvachilarining orasida uzoq yashagan. Shunga Mo'ng'ul tildimi obdan so'zlay olmayman. Ular mijozi tuz, oq ko'ngil xalq. Lekin men qo'chu ham bashboliqdagi vihoralarda o'qib bilim olgan. Yeziqchilikni kasb qilgan baxshi bo'lg'achqa, Mo'ng'ul yayloqlarida o'zimga muvofiq ish o'qatning epini qila olmay, oxir yeziq ishiltadigan Toyonxon ordusiga ketgan edim. Endi yana Mo'ng'ullarning orasiga kelib qoldim. Qarasam, Temochin mening kutgunimdek hukmdor bo'lib chiqdi. U Tang'utlar bilan qit'alarning hukmronligini og'dirib tashlashga bel bog'labdi. Rasmo, To'xtamish hayajonli xitob bilan ustozining so'zini bo'lib o'tdi. Agar rost shundoq bo'lsa, mana men Temochinga sodiq bo'laman.
Biroq Temurchin xuddi o'zining xalqiga o'xshash yayloqda o'sgan savodsiz ko'chman. U bizga o'xshash qog'oz qalam bilan hapilishadigan baxshlarni yoritamdi. U dal bizdek baxshlarni qadrlaydi ekan. Men hozir Temurchinning o'rlashtirishi bilan Mo'ng'ul oqsuvaklarining bolalariga yeziq o'rgatyapman. Temurchin bu ishga alohida ahamiyat beryapti. U pat orada Idqut shaharlaridan yana nurg'un baxshlarni o'qituvchilik va tilmoshlikqa taklif qilmoqchi bo'lyapti. U muvofiq odam tepish ishini menga topshirdi. Undaq bo'lsa, bu yerda menga bir ish chiqib qolgudakda. To'g'ri. Men musini Temurchinga tanishtiray deyapman. To'xtamish Tata To'ng'aning Temurchin haqida aytganlarini anglagandan keyin deli-g'ulliqqa besiqib, ko'ngli yo'rib qoldi. U o'zining navbatdagi musofirchilik hayotining chiqish yo'lini topgandek bo'lib qoldi. Esat, mushu kunlarda Tarlonmi biz bilan birga bo'lsiz-chi? U hozir nalarda yuriydiganda? 10-bob. Onun daryosi bo'yida. Aytgandek, Tata To'ng'aning tunishtirishi bilan To'xtamishmi Mo'ng'ul yoshlariga yeziq o'rgatadigan o'qituvchi bo'lib qoldi. U o'ziga ayirib berilgan kigiz uyda Naymonlardan o'lja ilingan bir shiraga qog'oz qalamlarni qo'yib, shogirdlariga dars o'tatdi. Yung qalamini qora siyohga chilab, seriq somon qog'ozga harflarni yozatdi. Va bularning qandoq yoziladiganligi, qandoq o'qiladiganligini qayta-qayta o'rgatdi. Mo'ng'ul oqsuvaklarining taqirbosh farzandlari qalam tutish va harflarni qo'shib so'zlarni yozishni qitirqinib o'rganatdi. Qani, sen o'zing ismingni yozib baqina, dedi To'xtamish shogirdlaridan biriga. Xuddi iyiqdek tambal yigit yo'g'on qo'llarida yung qalamni tasta aplashtirib, oldidagi bir varaq qog'ozga qorchus deb yozdi. Yaxshi. Qani, endi sen ismingni yozib baqa, deb uningga madad berdi To'xtamish va yana bir yigitga murojaat qildi. Ikkinchi yigit bu shiraga engishib, Bo'qatu Solji degan ismni yozdi. Men bu ismimni yozdim. Sho'x ham jaronliq ovozda aytilgan bu xitobdan To'xtamish sal mangdab qolgandek bo'lib, qog'ozdan beshini ko'tardi. Ismini yozgan bir varaq qog'ozni qo'sh qo'llab ustoziga ko'rsatayotgan o'quvchi yosh ham chiroyli bir qiz edi. To'xtamish shiraning nerqi chetida bo'lg'achqa qiz sunib bergan qog'ozni qo'liga oldi. Nosinjirg'il deb o'qidi u. Ha, mening ismim Nosinjirg'il, dedi qiz ustoziga kulib turgan nurli qora ko'zlari bilan qarab. Nosinjirg'il bir Mo'ng'ul mo'tavarning yolg'iz qizi bo'lib, otasi uni bek e'tiborlaydi. Uning deganini qilib beradi. Shunga yoshlarning yeziq o'rganayotganligini anglab, "Menmi o'qiyman" deganda, otasi uning bu talabini darhol qondirgan edi. Do'mboq mangizlarda qip-qizil qon tapchib turadigan, sug'ur yoki tiyinning ko'zlaridek sho'q o'ynab turadigan qop-qora ko'zlarida doimo shodiyona kulga jilvilinib turadigan bu erkak qiz texi 2 kunning oldida o'qishga kelgan edi. To'xtamish shogirdlarining ichidagi bu yolg'iz qizdan ayminib, uning ismini so'ramagan edi. Bir qism yosh yigitlarda shundoq bir alohida ruhiy holat bo'ladi-ki, qizlarni ko'rganda tili tutilib, boshqacha muloyimlashib qoladi. Ammo Nosinjirg'il ismlik bu erkin tabiatlik dala qizining ruhiy holati undaq tinch ko'l suyiga o'xshashmaydi. Balki ba'ayni toshdan toshqa so'qilib, mavj urib, shiddatlik eqib tushayotgan tog' suyidek jo'shqin edi. To'xtamish uningga tikilib qaramaslikqa, ortiq so'zlamaslikka tirishadi. Biroq Nosinjirg'il buning aksicha. Uningdan to'la savol so'rab ko'ziga kirib oladi. Va "Buni harf qanday yoziladi? Bu ishga harf qanday olib yoziladi? Ma'u so'zni yozganim to'g'ri bo'ptimi?" degandek savollarni yog'dirib etadi. To'xtamish bo'lsa, "Bo'pti" yoki "bo'lmay qopti" degandek qisqa javoblar bilan cheklanadi va qanday yozish kerakligini ko'rsatib qo'yadi. Mana endi bu sho'x qiz o'zining ismining Nosinjirg'il ekanligini qalam bilan yozib ko'rsatdi. Dars tamomlandi. O'quvchilar To'xtamishning kigiz uyidan bir-birlab chiqib ketdi
faqat Nosin Jirg'illa chiqib ketishga oldiramadi. Ustozim, sizning itingiz bek yaxshi ekan. U qora arg'umoqqa havaslanib qarab qolaman. Atam menga bir yaxshi ot berdi. Yuring, itimni ko'rib beqing. Ishkilan talog'i chiqdi. Har qanday Mo'ng'ul uyining yenida yerga qayqilgan ikki qo'ziqqa arqon tortib bog'langan bo'ladi. Sirtdan kelganlar otlarining chulvurini shu arqonga bog'lab qo'ydi. Nosin Jirg'ilning itimi ana shu qo'ziqliq arqonga bog'langan edi. Haqiqatan yaxshi otgan, dedi To'xtamish yoli va quyruqlari siliq taralgan oqboz otga qarab. Qiz bu maqtashdan xushal bo'lib kuldi. Ustozim, itingizga meni, ikkimiz otlarimizni choptirib boqayli. Qaysimizning eti yugurib ekanligini ko'rib boqqim kelyotdi. Har ikkisi o'zlarining otlariga minishdi. Endi meni qo'g'lang, deb vorqirdi qiz. Oqboz arg'umoq sho'q tipirlab bir chopchidida rengarang yovu gullar bilan qoplangan yeshil o'tloqni bo'ylab uchqandek chepib ketdi. To'xtamishmi qora arg'umoqning tizginini qo'yivetdi. Oqboz ot oldida qora ot keynida o'ynoqlab chopgan peti o'tloqqa ichkirlab ketaverdi. To'xtamish yovu gullarning xushpuroqlarini akilayotgan salkin shamolda huzurlangan holda cho'nqur nafas elib, yeniklik va ozodlik his qildi. U o'zining oldida oqboz etini xuddi yayloqdagi sho'x shamoldek yenik choptirib ketayotgan qizning kaynidan qarab, olaqandoq lazzat beg'ishlovchi hissiyotga berilib ketdi. Bir daqiqa ichida uni shundoq bir xiyoliy tuyg'u cho'lg'ib oldiki, uning oldida ot choptirib ketayotgani dala qizi Nosin Jirg'il emas, balki qo'chuda qolgan Uyg'ur qizi Turkan oydek belinib ketdi. To'xtamish yana darhol afsus, u Turkan oy emas, degan o'y bilan xiyoliy tuyg'u ilkidan yo'lqinib chiqdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Farhod Jilanning Idiqut yulduzi nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Marhum otam Misrslar degan past munofiqning kasofatidan o'lib ketdi. Lekin men otamning o'chini ololmay, mushundaq bechora holatda yuryapman. Shuni o'ylasam, ichim qaynaydi, yuragim og'riydi. Sen Xolloning xoni bo'lding. Mangulik ko'k tang'risining Chingizxon deb otilishingni, Xolloning xoni, hukmdorlarning hukmdori bo'lishingni iroda qildi. Hozir uchun yirtqush bizni poylab yotidi. Biz ularning adibini berdik. Lekin ular yanada bizga ko'z olay deb ishlarini bilib, fursat kutib yotidi. Bugungi programmamizning diktorlari Mohira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizda ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar.